Bugun meni Nodir opam shakarga belab, mazali qilib tayyorladilar. Endi men yomon ko'radiganlar ham yaxshi ko'rib qolishinglar aniq. Tavoga o'simlik yog'i solib biroz qizigach, shakarni solib qizartirib qovurishni boshladilar. Nima ham qilardim, tezroq pishim uchun mayda-mayda qilib to'g'rab, qiyomli yog'iga qovurishga soldilar. Tayyor bo'lganda sizga yana ham yoqishim uchun soya hamda imbirni to'g'rab soldilar. Ketidan piyozni solib, chiroyli qilib qovurib oldilar. 3-4 ta lavr bargi, tabga ko'ra tuz hamda kartoshkani tozalab to'g'rab soldilar. Ketidan bir piyola suvni quyib 20 daqiqaga dimlab qo'ydilar. Mendan tayyorlangan taomlar qattiqli soatlar bilan zo'r ketishni bilarmidinglar? Rediska, bodring, chesnokni parrak qilib to'g'rab, tabga ko'ra tuz hamda pyurmilkini mazali satilchali qatiqdan soldilar. Aynan shu satilchadagi qatiq bolalikdagi ta'mni eslatadi. Siz pyurmilkini qaysi mahsulotlardan foydalanasiz? Salat tayyor bo'ldi. Endi mendan tayyorlangan taomni ochish qoldi xolos. Bay, hidi o'zimga ham yoqib ketyapti. Uyg'urcha retseptda tayyorlangan mazali taom tayyor. Retsept yoqqan bo'lsa Nodir opamni duo qilishni unutmanglar. Men-ku duo qilmasligim aniq, yosh jonim uvol bo'ldi.